eng yengil jazo sizni umrbodga qamash bo'ladi. Bunga aminmisiz, xonim? Ha. Prokuror xonim, siz uchun maxsus qo'ng'iroq bor. Bu muhim ekan. Balki go'shakni olarsiz. Yaxshi, uni bu yerdan olib chiqing. Meni qo'yib yuborsangiz, Cadillac olib beraman. Hazillashmayapman har biringizga. Hammamizgami? Ha, hammangizga. Qamoqdan chiqqaningdan so'ng Yo, meni baribir qamashmaydi. Adashyapsiz. ishonching komilmi? Bo'lmasam-chi. Yeching. To'xtang, shoshmang. Bu nimasi? Yo'q, hamma ayblovlar olindi. Axir qanaqasiga? U ozod qilindi. Attang Cadillac'siz qoldinglar.